Menga qara, sen nimalar qilib yuribsan? Nima qildim ustoz? Sani opang yoki singling bormi? Bor. Kir ichkariga. Xo'p, hurmatli talabalar. Kimni opasi yoki singlisi bor? Qo'lini ko'tarsin. Deyarli hammada opa, singil bor. Shunaqami? Tasavvur qilib ko'ringlar. Ko'chada begona yigit bilan qo'l ushlashib yuribdi. Balki u yigit beldan ham quchoqlab olgan bo'lishi mumkin. Sizlarning opalaring yoki singillaringni bir tasavvur qilib ko'ringlar. Yo'q, ustoz, nima deganingiz bu? Bu narsani tasavvur qilishni o'zi qiyin-ku. To'g'ri. Qizlarning fitrati shundan iboratki, qizlar qayerdan e'tibor va mehr olsa, o'sha tomonga qarab ketadi. Otasidan, akasidan, ukasidan yaxshi muomala ko'rgan, e'tibor ko'rgan qizlar hech qachon aldanib qolmaydi. Unga xohlasang Li9da bor, xohlasang Lamborghini'da borib gaplashib ko'r, xohlasang eng qimmat gulda bor, hech qachon aldanmaydi. Chunki e'tiborni va mehrni, sevgini u o'z yaqinlaridan ko'rgan bo'ladi. Aksincha, mehr ko'rmagan qizlar qanaqa bo'ladi? Ya'ni kamsitilsa, oilada o'rni bo'lmasa, akasi yoki ukasi uni eshitmasa, ana o'sha qizlar e'tiborni ko'chadan qidiradi. Qayerdagi bir turuq sovuq bola keladi, bitta shikolat bilan 10 ming so'mlik shikolat bilan ham aldab qo'yishi mumkin va o'rab oladi. Shunlarga bolalar. O'shaning uchun yigit kishi har doim opasiga, singlisiga doimo e'tibor berib, mehr berish kerak. Eng yaxshi sovg'alarni olib berish kerak. Qachonki o'sha singillaring, opalaring o'zga uyga borib, ya'ni turmush quradigan yoshga yetguniga qadar sizlarni e'tiborlaringni, nazoratlaringni bo'lish kerak. Ya'ni bular sizlarga omonat. Tushunlaringmi? Agar opalaring, singillaringni birovni quchoqda ko'rishni xohlamasalaring, ya'ni birovni qo'lini ushlab yurishini xohlamasalaring, bugundan boshlab sizlarga uyga vazifa. Butun umrlik eslaringda bo'lsin. Opalaring, singillaring birinchi mehrini va muhabbatini uydan topsin, ya'ni sizlardan. Shunlaringga bolalar. Ko'chadan qidirmasin. Hamma mehr va e'tibor uyda. Ana o'shanda u qizni baxtli va kelajagi porloq bo'ladi.